So'nggi vaqtlarda aliment to'lash bilan bog'liq holatlar juda ham ko'pchilikning muhokamalariga sabab bo'lmoqda. Bugun ham aynan mana shu masala bo'yicha sud ishi ko'rib chiqildi. Hamkasbimiz Sayyodbek Qurbonovning bergan ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro qariyb 2 yildan buyon 3 nafar farzandi uchun aliment to'lamagan. Fuqaro hatto shu vaqtgacha bolalarining holidan ham xabar olmagan. Jabrlanuvchi onaning ta'kidlashicha 2 yildan beri 3 nafar farzandini to'liq o'zi ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan ta'minlab kelgan. Shu bilan birga uy ijarasi, bolalarning kiyim boshi masalasi ham uning bo'ynida. Qiynalganman, mana oxirgi marta uydan chiqib ketishimga sabab bo'lgani qattiq nima deydi? Ichgan paytlari bo'lgan. Urush janjal bilan ko'chaga haydaganlar, uchalamiz bolalarim bilan. O'shanga mana 3 yil bo'lyapti. O'shandan beri hali biron marta borib xabar olishdi-ku, telefon ham qilganlar yo'q. Endi 3 ta bola bilan nimalar bo'ldi, hammasi o'zimga ayon, faqat bolalarimga ayon. Prokurorning ta'kidlashicha, sudlanuvchi bundan oldin ham berilgan jazodan yetarli xulosa qilmagan. Sudlanuvchi esa sog'lig'im yaxshi bo'lmagani uchun alimentni to'la olmadim demoqda. Mana qarang, bir yil aliment qarzdorligingiz bo'yicha tergov bo'ldi, mana sud bo'ldi. Qancha imkoniyat beradi? Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga ushbu modda bilan 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo qattiq tartibli qamoqxonalarda o'tash belgilansin. 2023-yilda Majburiy ijro byurosiga kelib tushgan 48200 dan ortiq murojaatning 25600 tasi, ya'ni 53% alimentga oid. Sayyodbek Qurbonov, Husniddin Sayfullayev, Husniddin Ibragimov, Ovoza informatsion dasturi uchun